shuncha odam ko'chada yotibdi. 270 nafarga yaqinlashib qoldik. Mana palatkalarimiz buzildi. 13 ta palatka qoldi. Unda sklad qilib qo'yib qo'yishgan. Palatkalarni buzishi. Mana shuncha o'zbek ko'chada bizga o'zimiz musulmonlar yordam tariqasida ehson qilib qatoq kelyapti. Shu yerda post bor, 4 kilometr naryoqda. Yomg'ir yog'ib turibdi. Har bir soat gapirsak bo'ladimi? Bo'la. Gapiring. Assalomu alaykum. Avvalambor yurtboshimizga assalomu alaykum va o'zimizda yurtimizdagi ota-onalar hamma yurtimizdagi vatandoshlarimizga mana biz bugun hamma joyda palatkasini buzib o'zimizning yurtdoshlarimiz hammamiz ko'chada qoldik. Mana aka yurtboshimizga iltimos ota-onalar o'zimizning yurtdoshlar yetkazsalaringiz. Biz ko'chada qoldik. Pul yo'q, boshqa yo'q, choy yo'q, non yo'q, yotadigan joyda o'zi yo'q. Ko'chada qolib ketdik. Iltimos sizlarga, hammani ham farzandi bor, otasi bor, onasi bor. Yurtimizga qaytgimiz keladi. Iltimos sizlardan yetkazingizlar. Rahmat. Mana hamma ko'chada qoldi. Hamma O'zbekiston fuqarosi. Shu avtobusdan qolib ketganlar hamma barchasi. Bugun 23mi? 24? 24? 4-may. Mana bugun 24-may. Hamma ko'chada. Palatkalarni yig'ishtirib olib qo'ydilar mana. Palatkalar yo'q. 24-may mana. Hamma odam yerda yotibdi. Ayollar ham bor. Beremin ayollar, qo'llari singan bolalar. Og'ir ahvolda yosh kattalar, qariyalar ham bor. Iltimos yordam qilishlarini kutamiz.